onangizni men oktagonda ko'rib-ku ta'sirlandim-da rosti. Chunki men siz bilan aka-uka tutinganman. Sizda ota-onangiz, meni ota-onam, meni ota-onam, sizda ota-onangizda. Rahmat. Keling, mana bunday qilaylik. Mana shu ota-onangizda 2 kishilik umra safariga yo'llanma addushi mendan, brat. Umra safari aka. Umra safari sizga istalgan vaqt, istalgan kuningizga farqi yo'q. Xolam bilan tog'am bitta pasportlarni to'g'irlasangiz, shu bilan jo'nataveramiz. Akmal aka. Ya bratim, rosti. Rahmat akajon, joningiz omon bo'lsin aka. Sizga, brat. Aka, rostdan hozir mesela ota-onam umra ketadimi endi? Ota-onangiz Qachon 2 kishilik, qachon desangiz farqi yo'q. Ertaga siz erta yuboramiz. Bugun siz bugun yuboramiz. Ay, do'stlar, mana ko'rishlari mumkin akalar. Tespelovasdan umraga yo'llanma Jasurbek Jo'rayev ota-onasiga deb akajon. Juda ham xursand bo'laman aka. Joningiz omon bo'lsin. Ya'ni nima desam bo'ladi aka? Bu bir baxt aka. Sizda akalarning borlariga shukr aka. Nima desam, xalq biladi kimligini. Ba'zi bir insonlar va'da berib aka, ota-onang umraga yuboraman, ota-onang olib boraman deb aldab, masalan, ketgan insonlarni ko'rdim aka. Lekin aka, boringizga shukr. Mana to'g'risi kutmagandim, lekin bittada kelyapti, aytayapti, hatto xalqqa ham gapirmasdan turib shunchaki beryapsiz aka. Xursand bo'lib qoldim aka. Qarangda, boshqalarni qo'yib turing, chunki men bu narsani xalqqa chiqarib va'da berganim yo'q, просто sizga aytganman. Biroq sizdan g'alaba mendan xursand qilishganman. Rahmat aka, rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Safari. Tayson tog'alarining ota-onasi endi nasib bo'lsa umraga ketadi.